Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun GeoGebra dasturini qo'llashda keyingi darsimizni boshlaymiz. Bugun darsimizda GeoGebra Classic dasturining grafik perspektiva muhitidagi instrumentlardan foydalanishni o'rganamiz. Deyarli foydalanadigan barcha instrumentlar haqida sizga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Demak, grafik muhitining oyna ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yer algebra bo'limi, bu yer grafik bo'limi hisoblanadi. Grafik muhiti deb nomlanishiga ham siz bu yerda terganingizda qandaydir bir funksiyani yoki ifodani dinamik ravishda u funksiyaning grafigi paydo bo'ladi. Agar ikkita funksiyani kesishish nuqtalarini topmoqchi bo'lsangiz, ikkita funksiyani tersangiz, agar ular bir-biri bilan kesishsa, sizda dinamik oynada shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu algebra va grafik bo'limining oynalarining bir-biri bilan integratsiya jarayonini lavhalaridir. Endi keling yuqoridagi instrumentlar nimani anglatishini gaplashib o'tamiz. Hop. Masalan, bir qandaydir to'g'ri burchakli uchburchak mavjud bo'lsin. Demak, mana bu yerdagi buyruqlar ichida siljitish buyrug'ini tanlaydigan bo'lsak, bu funksiyani yoki bu chizmani yoki bu qandaydir obyektni siljitishingiz mumkin bo'ladi. Bu nuqtaga nisbatan bo'lishi ham mumkin. Mana nuqtani siljitish. Demak, mana bu buyruq obyekt yoki qandaydir bir nimani siljitish vazifasini bajaradi. Ixtiyoriy shakl. Siz o'zingiz qandaydir shakl chizasiz, uni kompyuter tushunganicha uni qandaydir bir geometrik shaklga o'tkazib beradi. U bir bo'lishi mumkin, kvadrat ko'rinishda bo'lishi ham mumkin. Yoki to'g'ri burchak va hokazo. Hop, qalam. Siz qilgan qandaydir ishingizni yoki bir chizmadagi qandaydir bir obyektga siz urg'u bermoqchisiz. Mana bu yeri ko'rsatmoqchisiz. Shu qalam sizda GeoGebrani grafik oynasida o'zingiz yozishingiz bo'lgan ixtiyoriy chizma yo belgini ko'rsatib bera oladi. Agar shu chizmaga olib kelib o'ng tomonini sozlamalarga kelsangiz, uni rangini o'zgartirishingiz ham mumkin bo'ladi. Turi, hatto chiziqning qalinligi, chiziqning to'g'riqligi, ko'rinishligi, o'sha narsalargacha ko'rsatsa bo'ladi. U chiziqni nuqta-nuqta ko'rinishda ham ko'rsatsa ham bo'ladi. Imkoniyat juda ham katta. Mana, demak qalam tushunchasi edi. Hop. Endi davom etamiz. Grafik bo'limidagi mana bu yerdagi nuqtalar. Nuqta. Aytaylik, qandaydir nuqtalarni o'quvchilarga yoki tinglovchilarga yetkazyapsiz. Ular koordinatalarni topishlari kerak. Masalan, 2-3 nuqta. O'tgan darslarimizda aytib o'tgandik, sozlamalar tuglamasida mana shunday buyruq bordi. Sichqonchada koordinatalarni ko'rsatish buyrug'ini bossangiz, mana shu nuqtaning koordinatasi sichqoncha yurgan sari u buyruqlar ham nuqtaning koordinatalari ham dinamik ravishda o'zgartirib boradi. Agar sizga bu narsa kerak bo'lmasa, buni sozlamalarni tiklash yo'lidan olib ketib qo'yish ham mumkin. Hop, aytaylik, boshqa bir nuqtani olishim. Oynada uning koordinatalari paydo bo'ladi. Algebra oynasida nuqtaning koordinatalari. Hop, mana bu buyruq orqali
ikkita nuqtani tanlasangiz, uni o'rtadagi nuqtasini topib beradi. Bu geometrik masalalarda judayam ko'p qo'l keladi bu narsalar. Aytaylik, qandaydir bir ixtiyoriy uchuvchi bo'lsin. Siz mana bu AC kesmaning o'rtasini topishni dasturning o'ziga buyruq berishingiz mumkin. Shu ikki nuqtani aytsangiz, mana o'rtadagi D nuqtani topib beradi. Shu orqali siz masalan BD medianani yasashingiz mumkin bo'ladi. Har bitta instrumentlardan foydalanish bir-biriga bog'liq, bir-biriga ulangan. Bu sizga juda katta imkoniyatlarni beradi. Xo'p, yana ekstrem kompleks son ko'rinish degan keling, shuni sinab ko'ramiz. Bizga xalaqit beradigan boshqa chizmalarni olamiz. Sozlamalardan aytaylik, men Y o'qini ko'rsatmaslikni so'radim. Nimaga? Chunki hozir kompleks sonlar ustida amal bajarishga harakat qilamiz. Kompleks son. E'tibor bersangiz, har bir buyruqqa yurganingizda oynaning chap pastki joyida shu buyruqlardan qanday foydalanish bo'yicha sizga yo'riqnoma ham berib ketiladi. Ya'ni masalan, o'rta nuqtani topmoqchi bo'lsang nima deyapti? Ikki nuqta yoki kesma, aylana yoki konik kesimni tanla. O'shanda men bu yerda uning o'rtasini topib beraman deyapti. Kompleks sonni tasvirlovchi nuqtani tanla deyapti. Kompleks son masalan mana 1 plus i nuqta, mana shu z1 nuqta kompleks sonni ko'rinishi. -4 -2i. Kompleks sonlar bizga ma'lumki, u haqiqiy sonlar kategoriyasiga kirmaydi. Bizning son o'qimizda qo'pol qilib aytganda yotmaydi. Son o'qidan yuqorida yo pastda bo'lishi mumkin. Ana shu sonlarning geometrik yoki uning koordinata bo'yicha joylashuvini ham GeoGebra dasturida ko'rsatish mumkin bo'ladi. Xo'p, endi davom etamiz. Grafik oynaga yana qaytdik. Ekstremumlar. Funksiyaning ekstremumlarini qanday topish mumkin? Qandaydir bir funksiya kiritiladi. Masalan, y teng x kvadrat minus 3x aytaylik plus 4. Funksiyaning ekstremum nuqtasi bu funksiyaning kritik nuqtasi ham deyiladi, funksiyaning burilish, sinish nuqtasi ham deyiladi yoki hosilasini nolga tenglovchi nuqta ham deb aytib o'tiladi. Bu funksiyaning ekstremum nuqta yoki nuqtalarini topishda dasturga bersangiz ham bo'ladi. Ekstremum. Mana shu nuqta funksiyaning ekstremum yoki sinish nuqtasi deyiladi. Yoki kritik nuqtasi. Parabola bo'lganligi uchun uning ekstrem nuqtasi albatta uning parabolaning uchi bo'ladi. Xo'p, endi keyingi instrumentimiz ildizlar. Ildizlar. Ya'ni funksiyani nollari. Funksiyaning nollari mavjudmi, mavjud emasmi? Funksiyaning nollari degani bu funksiyaning grafigi va x o'qining keshish nuqtalariga aytiladi. Bu holatda mana bu funksiya uchun ikkita. Siz mana shu ildizlar tugmasini bosib funksiyani tanlasangiz, dastur avtomatik ravishda sizga uning ildizlarini topib beradi. Ildizlari demak mana bu funksiyani 0 ga tenglagandagi tenglamaning ildizlari hisoblanadi. Hop.
Davom etamiz. Keyingisi to'g'ri chiziq, kesma, berilgan uzunlikdagi kesma. Keling, biz o'qlarni berkitamizda to'g'ri chiziq, ikkita to'g'ri chiziq, ikkita nuqtani tanlang, shunda men to'g'ri chiziq chizib beraman sizga deyapti. Aytaylik, biz ixtiyoriy bir qavariq to'rtburchakka egamiz. Bizga BC tomonda yotadigan to'g'ri chiziq, ya'ni BC kesma yotadigan to'g'ri chiziqni chizish talab qilinyapti yoki shunga bizga ehtiyojimiz bor. Shunda to'g'ri chiziq, ikkita nuqtadan o'tadigan to'g'ri chiziqni mana shunday ko'rinishda buyruq bilan tanlashingiz mumkin. A va C nuqtadan o'tadigan to'g'ri chiziqni ko'rsatsa, A bilan C nuqtani, ya'ni ikki nuqtani tanlasangiz, dastur o'zi avtomatik ravishda sizga to'g'ri chiziqni chizib beradi. Mana bu tugmalarni bossangiz, qilgan amallaringizni birma-bir qaytarish yoki takrorlash imkoniyatiga ega. Kesma, ikki nuqta yoki holatni tanlang deyapti. Ixtiyoriy ikkita nuqtani tanlang, sizga kesmani chizib beradi. Algebra oynasida sizning nuqtalaringizning koordinatalarini berib boradi. Hatto kesmaning uzunligini ham berib boradi. Mana masalan, B kesmamizning uzunligi 3 ga teng deb turib ko'rsatib beryapti. Keyingi buyrug'imiz berilgan uzunlikdagi kesma. Nuqtani tanlab uzunligini kiriting degan yordam ko'rsatilyapti. Biror bir nuqtani tanlaymiz. Bu buyruqni tanlab olishimiz kerak edi. Nuqtani tanladim va uzunlik sizga aytaylik 10 santimetrlik yoki 10 shartli birlikka teng bo'lgan kesmani uzunligi kerak. Aytaylik, mana bu nuqtadan 5. Siz juda qisqa vaqt ichida sizga kerakli bo'lgan uzunlikdagi kesmalarni grafikini grafik oynada ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Nur. Keyingi instrumentimiz nur deb nomlanadi, ya'ni nur chizadi. Ixtiyoriy ikkita nuqtani belgilasangiz, undan sizga nur chizib beradi. Ya'ni yarim to'g'ri chiziqni chizib beradi. Hop, keyingi instrumentimiz siniq chiziq. Siniq chiziqda boshlab ketaverasiz. Siz ixtiyoriy nuqtalarni belgilab ketaverasiz. Bu jarayon qachon to'xtaydi? Siz qachonki oxirgi nuqta bilan birlashtirguningizgacha. Shunday ko'rinishdagi siniq chiziqlarni chizish imkoniyati mavjud bo'ladi sizda. Hop, vektor. Son o'qlarni. Vektorlar mavzusini o'tayotganda juda ham qo'l keladigan narsa. Vektor tugmasini bossangiz, mana sizga to'g'ri vektorni chizib beradi. Aytaylik, 2 - 3 vektorni chizib beradi. -6 -4 vektorni chizib beradi. Vektorda chizishda boshi va oxirgi nuqtani belgilasangiz yetadi bu instrumentda. Masalan, mana bu nuqtadan bu nuqtagacha siz mana A vektor yoki Y vektorini o'zib beradi. Mana bu yerda vektorning koordinatalari tasvirlangan. 2 - 3. Mana to'g'ri vektor. Bu vektorimizning qiymati 5 va 2 vektor. Bu vektorning qiymati albatta mana bu oxirdagi koordinatadan, oxirdagi nuqtani koordinatani, vektorning boshidagi koordinatasini ayirishdan hosil bo'lgan 5 va 2 vektor bo'ladi. Hop. Keyingi buyrug'imiz nuqtadan chiquvchi vektor. Mayli, bunga to'xtalib o'tmaymiz. Perpendikulyar to'g'ri chiziq. Bizda qandaydir bir to'g'ri chiziqni tasvirlab olishimiz kerak dastavval.
Aytaylik, soniqlarni bekitamiz. Perpendikulyar. Mana shu nuqtadan o'tib, shu to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan chiziqni chizib beradi. Mana bu nuqtadan o'tib, mana bu to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan chiziqni chizib beradi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Davom etamiz. Parallel to'g'ri chiziq. Xuddi hozirgi holatda bir to'g'ri chiziqqa egamiz. Mana bir nuqtani tanlaysiz va sizga zarur bo'ladigan to'g'ri chiziqni tanlaysiz. Shu nuqtadan o'tib, AB to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan to'g'ri chiziqni, ya'ni G to'g'ri chiziqni yasashni beradi. Hop, o'rta perpendikulyar. O'rta perpendikulyar. Hop. Aytaylik, bir ixtiyoriy uchburchak bo'lsin. O'rta perpendikulyar. Mana shu chiziqda. O'rta perpendikulyar shu uchburchakning tomonlarining o'rtalaridan o'tib va shu tomonlarga perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziqqa aytiladi. O'rta perpendikulyarlar kesishadigan nuqta bu uchburchakka tashqi chizilgan aylananing markazi hisoblanadi. Aytaylik, bu tomonlarni o'zgartirgan taqdiringizda ham aylanalarni o'zgarib borishi mumkin bo'ladi. E'tibor bering, siz faqatgina uchburchakka tashqi chizilgan aylana chizmoqchisiz-u, o'rta perpendikulyardan foydalanmoqchi emassiz. Biz ilgari sizga bu narsalarni aytib o'tmagan bo'lishimiz mumkin. Mana o'rta perpendikulyarda mana shu tugmani bosib qo'ysangiz, shu o'rta perpendikulyarni berkitib qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Va sizda uchburchakka tashqi chizilgan aylana uni qanday chizishga doir bo'lgan vizual ko'rinishdagi loyiha paydo bo'ladi, desak ham bo'ladi. Hop. Endi keyingisi. Yangi oyni ochamiz. O'qlar bizga shart emas. Bu burchak. Burchak va muntazam ko'pburchak tugmalari o'rtasidagi farq nima? Ko'pburchak siz aytgan joyga qarab ketaveradi. Oxirini birlashtirib qo'ysangiz u to'xtaydi. Lekin muntazam ko'pburchak nechta uchi bo'lsin degan sizga savol qo'yapti. Aytaylik, 6 burchak desangiz, sizga mana shu ko'rinishda yasab beradi. Ya'ni siz bir tomonda uzunligini belgilab, joylashuvini belgilasangiz, u sizga avtomatik ravishda ko'pburchak chizib beradi. Keling yana bir marta qo'llab ko'ramiz. Aytaylik, uchburchak. Demak, yuqori qismida siz chizgan kesmani u asos sifatida qabul qilib, shu asosning yuqorisiga muntazam ko'pburchakda tasvirlab beradi. Imkoniyat juda ham katta bu dasturda, albatta. Xo'p, davom etamiz. Endi keling, aylana chizish imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi markazi va nuqtasi bo'yicha aylana deyapti. Dastlab markazni tanlaysiz. Masalan, mana bu va keyingi aylanada yotadigan boshqa bir nuqtani belgilash orqali. Markazni mana bu yerda olib turib, nuqtani mana bu yerda ko'rsatishingiz. Biz bir-biriga konsentrik aylanalarda ham chizish imkoniyatiga ega bo'ldik bu yerda. Demak, birinchi belgilaydigan nuqtangizni u aylananing markazi sifatida qabul qiladi. Keyingisi aylanada yotadigan nuqta sifatida.
Bu aylana chizishning birinchi imkoniyati. Ikkinchisi markaz va radius bo'yicha. Sizda -5 nuqtada markazi bo'lsin, lekin radiusini uzunligi 4 bo'lsin deylik. Siz bir nuqtani tanlaganingizdan keyin sizda radius necha bo'lsin degan dialog oynasi paydo bo'ladi. Shu oynadan siz radiusni uzunligini bersangiz, u sizga avtomatik ravishda chizib beradi. Hop, sirkul. Sirkul ham mavjud. Sirkul yordamida keling chizishga harakat qilib ko'ramiz. Radius uchun kesma yoki ikki nuqtani tanlang deyapti. Radius uchun ikki nuqta yoki kesmani tanlang. Xo'p. Ikki nuqta bo'lishi kerak bizda. Mana ikki nuqta mavjud. Bu buyruqda aytyaptiki, ikkita nuqtani tanla deyapti. Mana sirkul bo'yicha chizib beryapmiz. Sirkul sifatida shu narsadan ko'rsatib beryapti. Yoki kesmani tanlang deyapti. Keling bir kesma chizib ko'ramiz. Bu kesma. Kesmani o'zini tanlasangiz, sizga ko'rsatib beryapti bu narsani. Mana. Shu radiusga teng bo'lgan aylanani chizib beryapti. Hop, 3 nuqta orqali o'tuvchi aylana. Bu juda ham zo'r imkoniyat beradigan buyruqlardan biri. Aytaylik sizda qandaydir uchburchak bo'lishi mumkin. Siz uchburchakka tashqi chizgan aylanani tezroq chizmoqchi bo'lsangiz, shu buyruqdan foydalansangiz bo'ladi. 3 nuqta orqali o'tuvchi aylana. 3 ta nuqtani belgilasangiz, dastur sizga avtomatik ravishda aylanani chizib beradi. 2 nuqta orqali o'tuvchi yarim aylana. 2 nuqta orqali o'tuvchi yarim aylana. Demak, ikkita uchini tanlang deyapti. Men yarim aylana chizib beraman deyapti. Mana qarang. 2 nuqtani tanlaymiz va yarim aylanani chizib beryapti. Oxirgi paytlarda juda ham ko'p kelyapti bunaqa savollar. Yarim aylana, chorak aylanaga doir misollar. Mana shu sohani yuzini toping, mana bu sohani yuzini toping degan savollarni qo'llashda, vizual tushuntirishda shu dasturlardan foydalanish imkoniyatingiz mumkin. 3 nuqta orqali o'tuvchi aylana yoyi. 3 nuqta orqali. Xo'p. Keling bizda bir aylana bo'lsin. Tasavvur qilaylik. Mana. Endi uning 3 nuqtasini tanlashimiz kerak ekan. U bizga yoy chizib berar ekan. Demak, aylanamiz yo'q bo'lgan taqdirda mana shu ko'rinishda bo'lishi mumkin ekan. Aylana yo'q bo'lsa deylik. Mana. Yoyda o'zini, yoyda yotadigan 3 ta nuqtani o'zini tanlasangiz bo'ldi, yoyda chizib beradi deyapti. Birinchi nuqta yoyda boshlanishi, oxirgi nuqta yoyda tugash nuqtasi bo'lyapti. Bu nuqtani siljisangiz yoyda o'zini ko'lami ham o'zgarib boraveradi. Lekin mana bu nuqtadan o'tadi, F nuqtadan o'tadi. Doiraviy sektor. Sektor markazi va ikkita nuqtasini tanlasangiz bo'ldi deyapti. Demak, sektor chizamiz ekan. Ikkita nuqtani sektorda markazi va ikkita nuqtani tanla deyapti. Sektorda markazini tanladim. Endi mana ikkita nuqta. Sektorda tanladim. Uning
markazni tanladim va ikkita nuqtani tanladim. Agar siz buni mana bu ko'rinishdagi oynalarda qutbiy ko'rinishdagi kataklar bilan ifodalasangiz yanayam tushunarli bo'lishi mumkin bo'ladi. Hop. Ellips chizish mumkin bu yerda. Giperbola, parabola, 5 nuqta orqali o'tuvchi konik kesimlar. Mana bu buyruqlar ham bor. Keling, mana shu buyruqlar haqida gaplashib o'tamiz. Burchak. Ya'ni burchakning gradusini aniqlashda ko'ramiz. Hop. Aytaylik bizda ixtiyoriy bir burchak bo'lsa, masalan, siz A burchakning uzun gradus o'lchovini topmoqchisiz. Bizda tashqi burchakni ko'rsatyapti bu yerda. Mana bizda ichki burchakni ko'rsatdi. 59.4 gradus. Burchaklarni o'zgarishini dinamik ravishda ko'rsatib ham turish mumkin bo'ladi. Demak, transportir vazifasini bajaradi mana bu buyruq. Berilgan o'lchamdagi burchak deyapti keyingisida. Demak, berilgan o'lchamdagi burchakda burchakning uchi va nuqtasini tanlab o'lchamni kiriting deyapti. Sizda qandaydir bir kesma bo'lishi kerak. Endi berilgan o'lchamdagi burchak deyapti. Necha gradusli burchak chizmoqchisiz? Soat miliga qarshi chizasizmi yo soat mili bo'yicha chizasizmi deyapti. 45 gradus aytaylik mana. 45 gradusli burchak chizib berdi. Bu nuqtani aylantirsangiz boshqa burchak chizib berish ham mumkin. Mana 45 gradusli burchakka ega bo'ldik. Yana bir marta harakat qilamiz. 130 graduslik burchak chizib ko'ramiz. Bir kesma chizamiz. Buyruqni tanlaymiz. Soat mili bo'yicha aytaylik bizga 130 gradusli burchakni chizib ber. Soat mili bo'yicha yana pastda chizib beryapti nisbatan. Hop, soat miliga qarshi 130 gradus bo'lsa mana burchak chizib beryapti. Hop, masofa yoki uzunlik. Ikkita nuqtani tanlang yoki aylanani tanlang, uni uzunligini aniqlab beraman deyapti. Hop. Yangi oyna ochaylik. Hop, bizda aytaylik bir kvadrat bo'lsa, tomonini uzunligi 4 deb beryapti. Mana buni uzunligini ham 4 deb beryapti. Buni ham uzunligini 4 deb beryapti. CA'ni uzunligini 5.66 deb beryapti. Demak, sizga lineyka vazifasini bajarib beradi. Mana bu lineyka tugmasi hisoblanadi. Endi yuza. Ushbu ko'rinishdagi kvadratli yuzasini aniqlab berishdi. Shunday bossangiz, ko'pburchakning ichiga ABCDning yuzasi 16 ga teng deyapti. Chunki tomonlari 4 dan iborat bo'lgan bu kvadrat edi. Qiyalik. To'g'ri chiziqni tanlang va qiyalikni topib beraman deyapti. Buni ham foydalansangiz bo'ladi. Aytaylik mana. To'g'ri chiziqni tanlang va qiyalikni topib beraman. Ya'ni uning koordinatalarni o'qidagi x koordinatalarini musbat yo'nalish bilan burchak
hangisini topib beryapti? 0.75 ga teng deb beryapti. Mana shuni buyruq vazifasini bajaradi. Hop, tanlangan kataklar ro'yxatini tuzadi deyapti. Qani? Tanlangan kataklar ro'yxatini tuzadi deyapti. Mana bu koordinatalar ro'yxatini tuzib beryapti. Hop, funksiyani tekshiruvchi. Keling, mana shu mana shu mana ko'ramiz buyruqda. Y teng x kvadrat minus x minus 3 funksiya bo'lsin. Shu funksiyani tekshirib bersin. Funksiyani ko'rsating. Funksiyani ko'rsating. Funksiyani tekshiruvchi. Negadir bu tugmamiz ishlamayapti. Hop, yordam so'raymiz. Ikkita yorliq interval va ballar bilan dialog oynasi paydo bo'ladi deyapti. Interval yorlig'i pastki qismini ko'rsatib funksiya jumladan minimal va maksimal izlar maydon o'rtacha egri so'zlarni ko'rsatadi deyapti. So'ngra o'rganish uchun funksiyani ikkita yorliq interval va ballar dialog oynasi paydo bo'lishi kerak ekan bizda. Ikki nuqtani tanlashimiz kerak bu yerda. Yo'q. Mana noto'g'ri bajaryapmiz. Hop. Asosiy buyruqlardan biri mana buni ko'rsatib o'tmoqchiman. Yangi oynani ochamiz. Y teng. Hop. X plus A. Mana shunaqangi parametrik ko'rinishidagi funksiyalarni grafikda o'zgarishlarni ko'rsatish mumkin bo'ladi. Mana bu surgichlar orqali e'tibor bering. Ya'ni qiymati o'zgarib borishi bilan mana funksiyaning grafikidagi qiymatlar dinamik ravishda o'zgarib, bu grafik ham o'zgarib boradi. Siz buni mana bu yerda ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Qizig'i buni mana bu tugmada. O'quvchilar funksiyaning grafikini o'zgarishini vizual tarzda, ya'ni A ning qiymatlari o'zgarib borganda funksiya qaysi tomonga, u musbat bo'lganda chapga, manfiy bo'lganda o'ngga siljishini vizual tarzda ko'rib eslab qolishlari mumkin bo'ladi. Bu juda ham yaxshi imkoniyat hisoblanadi. Tashqarisiga boshqa bir element yana kirgizsangiz ham bo'ladi. Buni bir deb qo'yadigan bo'lsak, tashqaridagi sonning vazifasi. Tak. Make y teng boshqa bir funksiyani ko'radigan bo'lsa, x plus a tashqarida ustida bo'lsin. Ikkita parametr qo'ydim mana. Mana shartli ravishda 0 deb turamiz. Bani. Demak, funksiyaniga tashqarida turgan mana bu sonning vazifasi funksiyaning grafikini yo yuqoriga yoki pastga olib tushib qo'yish vazifasini bajaradi. Vizual tarzda mana shuni ko'rish ham ega bo'ladi. Buni olib kelib qo'ysangiz uni ko'rsatish mumkin. Ikkalasini bir vaqtda o'zida qilish ham mumkin. Mana bu qiymatlar o'zgarib borganda bular qanday grafik o'zgarishi. Funksiyaning grafiklarni tahlil qilishda juda ham katta imkoniyatga ega bu dastur. Sizlarga maslahat beraman, yaxshilab o'rganib olishlaringizni. Hop. Matn yozishingiz ham mumkin. Nimani ustida? Aytaylik, nima? Irratsional funksiya. Mana.
Irratsional funksiya. Matn buyrug'ida shuni tasvir qilishingiz mumkin. Tasvir tugmasida qandaydir bir fayl yoki nimani tasvirlashingiz mumkin bo'ladi. Hop, kiritish maydoni, kattalashtirish, kichiklashtirish. Sichqoncha tugmasini g'ildiragini bosing deyapti. Mana Ctrl tugmasini bosib, sichqonchani roligini aylantirsangiz, oyna kattalashib va kichiklashishi ham mumkin bo'ladi. Vizual stildan o'chirish. Agar sizga qandaydir bir nimani o'chirish zarur bo'lsa, shu buyruqni bajarasiz. Funksiyalar o'chiradi. O'chirish nimasi sizga keraksiz bo'lgan nimalarni o'chiradi. Hop. Deyarli barcha buyruqlar bilan tanishib o'tdik bugungi darsimizda. Darsimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, ustozlar e'tiborlaring uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.